Assalomu alaykum, meni matematikalarım sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bu video murojaatim videoni ko'rayotgan barcha o'quvchi hamda ota-onalarga. Xo'p, videoni siz o'tkazib, oxirgi uyga vazifani skrinshot qilib tashlab berilgan joyini ko'chirishga urinmang. Bu sizning kelajagingiz uchun muhim. Ya'ni biz sizning kelajagingizni o'ylab, matematika fanidagi uyga vazifalarini shundoqqina ko'chirib emas, tushunib, mavzularni tushunib, masalalarni qanday ishlashini tushunib, siz matematik masalalarda, ya'ni matematik ko'nikmalarni, matematikani, mantiqni, fikrlashni ko'nikmalarini demak o'zingizga singdirishingizni xohladik. Ya'ni bu sizning kelajagingiz uchun juda muhim. Azizlarim, demak, so'z berasiz, siz videoni pauzaga qo'yilgan joyidan ko'chirib olishingiz kerak emas. Siz videoni masalalarni qanday ishlanayotganini tushunishingiz uchun ko'rishingiz kerak. Shu sababdan biz sizga bepul video darsliklar tayyorlab YouTube kanalimizga joylayapmiz, azizlarim. Demak, bu sizning kelajagingiz yoki bu sizning farzandingizni kelajagi uchun muhim, azizlarim. Demak, boshladik 3-sinf 15-bet, 9 hamda 10-masalalar. 9-misolda 4 metr 27 santimetrga 72 detsimetr 3 santimetrni qo'shing hamda uni 50 martaga kamaytiring hamda 35600 millimetrni qo'shing va uni metr detsimetr santimetrlarga aylantiring hamda undan 1 metr 4 detsimetr 7 santimetrni ayring degan birin-ketinlikdagi shartlar berilgan. Demak, biz birinchi shartni bajarishni boshladik, azizlarim. Xo'p, 4 metr 27 santimetr deganimiz aslida 4 metr 27 santimetrga 72 detsimetr 3 santimetrni qo'shishimiz kerak. Xo'p, 4 metr hamda 27 santimetrimiz bu 2 detsimetr 7 santimetr degani. Esingizda bo'lsa, biz sizga kichigidan, ya'ni millimetrdan keyin santimetr, santimetrdan keyin detsimetr, detsimetrdan keyin metr, kichigidan katta tomonga yoki kattadan kichik tomonga qanday qilib demak bir-biriga aylantirishni o'rgatgandik. Xo'p, har birini orasida 10 dan farq bor. Ya'ni millimetrni 10 ga ko'paytirsangiz santimetr, santimetrni 10 ga ko'paytirsangiz detsimetr, detsimetrni 10 ga ko'paytirsangiz metrga aylanadi degan edik. Xo'p, endi qarang, mana bu joyda 27 santimetrimiz bu 20 hamda 7 ni bildiradi. Endi 20 santimetrimiz 10 ga bo'lsak detsimetrga aylanadi. Ya'ni 2 detsimetrga aylanadi. Shuning uchun men 4 metr 2 detsimetr hamda 7 santimetrga aylantirdim. Qo'shamiz. 72 detsimetrimiz bu 70 hamda 2 ni bildiradi. Mana bu joyda 70 detsimetr, buni metrga aylantirishim uchun 10 ga bo'lib olishim kerak. Aytgandek, 10 ga bo'lishim kerak. Mana xo'p, 70 ni 10 ga bo'lsam 7 metrga aylanadi. Mana bu joyda demak 7 metr 2 detsimetr 3 santimetr bor. Xo'p, endi qarang. Har birini demak birliklar xonasiga qo'shganni singari buni ham orqadan qo'shib kelamiz. 7 ga 3 ni qo'shsak 10 santimetrimiz, mana 10 santimetrimiz bizda 1 detsimetr, ya'ni 10 ni 10 ga bo'lsak 1 bo'ladi. 1 detsimetrga aylanadi. Demak, biz buni mana bu detsimetrga qo'shib qo'yamiz. Buni yozmaymiz santimetrda. Demak, 2 ga 2 ni qo'shsak 4, mana bu joydagi 1 detsimetr bilan 5 detsimetr bo'ladi. Xo'p, 4 ga 7 ni qo'shsak 11 metr bo'ladi. Mana, xo'p, endi mana shuni 50 martaga kamaytiring degan. 50 martaga kamaytirishimiz uchun biz uni keling santimetrlarga aylantirib ko'ramiz. Xo'p, 5 detsimetrni santimetrga aylantirishimiz uchun uni 10 ga ko'paytirishimiz kerak. 10 ga ko'paytirsak 50 santimetr bo'ladi. Mana bu joyga yozib turing. Xo'p, 11 metrni biz santimetrga aylantiramiz buni ham. Buning uchun biz 2 marta 10 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Xo'p, 11 ni 10 ga ko'paytirsak 110 detsimetr, 110 ni 10 ga ko'paytirsak 1100 santimetr bo'ladi. Xo'p, bunga 1100 santimetrni qo'shamiz. Shunda 1150 santimetr bo'ladi. Xo'p, buni 50 taga kamaytiramiz. 1150 ni bo'lamiz 50 ga. Xo'p, mana bu nollar qisqarib ketadi. Ya'ni bo'luvchini noli qadar bo'linuvchini ham noli kamaytiriladi. Ya'ni ikkalasini qisqartirib olsak, 115 ni 5 ga nisbatiga teng bo'ladi. Xo'p, 115 ni 5 ga bo'lib olamiz, keling. Xo'p, 11 ni ichida 5 dan 2 ta, 2 kara 5 10, ayirsak 1 qoldi. 5 ni tushiramiz, 15 ni ichida 5 dan 3 ta. 3 kara 5 15, ayirsak 0. Mana 23 ekan. Demak, 23 nima bo'ldi? Santimetr bo'ldi. Xo'p, unga 35600 millimetrni qo'shing deyapti. Biz demak 35600 millimetrni ga 23 santimetrni ham millimetrga aylantirib olamiz.
demak mana bu joyda 23 santimetr bo'lsa, uni millimetrga aylantirish uchun biz millimetrdan santimetrga aylantirayotganda 10 ga bo'ldikmi? Endi buni ya'ni kattadan kichkinaga qarab bo'layotganimizda 10 ga ko'paytiramiz. O'zgartirayotganimizda. Endi 23 santimetrni millimetrga aylantirishimiz uchun uni 10 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz 10 bo'lsa, demak 23 ni 10 ga ko'paytirishimiz uchun 23 ni 1 ga ko'paytirib yoniga 0 ni yozib qo'yamiz. 23 ni 0 ga ko'paytirsa 23, 1 ga ko'paytirsa yoniga 0 ni yozsak 230 millimetr bo'ladi. Bunga biz, ya'ni 35600 millimetrga qo'shamiz 230 millimetrni. 0 ga 0 ni qo'shsak 0, 0 ga 3 ni qo'shsak 3, 6 ga 2 ni qo'shsak 8, demak 35 ni o'zini yozib olaman. Bu yerda hech qanday raqam qolmadi. Millimetr bo'ldi. Xo'p, azizlarim, endi men doskadagi ortiqcha joylarni o'chiraman. Xo'p, endi mana shu sonni metrlarga, detsimetrlarga hamda santimetrlarga aylantiring deyapti. Xo'p, demak biz 35830 millimetrni, demak biz millimetrni santimetrga aylantirayotganimizda 10 ga bo'lib olamiz. Ya'ni 10 ga bo'lsak, mana shu bitta nol yo'qolib ketadi, shunda santimetrga aylanadi. 3583 santimetrga aylandi. Endi biz buni detsimetr hamda metrlarga aylantirib olishimiz kerak. Qarang. Xo'p, 3583 santimetr. Demak bizda 3 santimetrni o'zi bor. Mana bu joyga yozib turing. 3 santimetrimiz bor. Mana bu 83 dagi 80 8 detsimetr bo'ladi. 8 detsimetr bo'ladi. Mana bu 3500 degani demak 3500 santimetr degani, mana santimetrni detsimetrga aylantiramiz, qarang. 3500 ni. Xo'p, detsimetrga aylantirsak, bitta noli yo'q bo'ladi, detsimetrga aylanadi. Mana shu 350 detsimetr bo'ladi. Endi uni metrga aylantirish uchun yana bitta nolini yo'qotamiz, ya'ni 10 ga bo'lamiz. 35 metrga aylandi. Demak, mana bu joyga yozaman. 35 metr 8 detsimetr hamda 3 santimetrdan iborat ekan. Xo'p, endi biz bu raqamdan 1 metr 4 detsimetr 7 santimetrni ayirishimiz kerak. Demak, 35 metr 8 detsimetr hamda 3 santimetr. Qarang. Demak, biz bundan 1 metr 4 detsimetr, 1 metr 4 detsimetr hamda 7 santimetrni ayirishimiz kerak. Xo'p, qarang. Mana bu 8 detsimetr hamda 3 santimetr. Mana bu joyda 7 santimetr turibdi. 3 santimetrdan 7 santimetrni ayira olmaymiz. Mana bu 8 detsimetrdagi 1 detsimetrni olib, mana bu 3 santimetrga qo'shamiz. Shunda mana bu undagi 1 detsimetrimiz 10 santimetrga aylanadi hamda bu 13 santimetr bo'ladi. 13 dan, ya'ni 8 dan 1 qarz olamiz degani. 13 dan 7 ni ayirsak 6 santimetr qoladi. Xo'p, mana bu joyda 7 detsimetr bor. 7 detsimetrdan 4 detsimetrni ayirsak, demak 3 detsimetr qoladi. 35 metrdan 1 metrni ayirsak 34 metr bo'ladi. Mana azizlarim, demak biz masalani ishlab oldik. Doskamiz skrinshot qilib tashlab beriladi va videoni siz pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Men esa 10-masalaga o'taman. Xo'p, aziz o'quvchilarim, demak siz 15-betdagi 10-masalani kitobingizda ko'rib turibsiz. Men esa uning qisqacha sharti bilan sizlarni tanishtiraman. Maktabda o'g'il bolalar soni 876 tani tashkil qiladi. Qiz bolalar soni esa o'g'il bolalarga nisbatan 48 ta ko'p. Ya'ni 48 marta yoki 48 barobar degan so'z yo'q. 48 ta kam yoki ko'p degan so'z bor, ya'ni 48 ta ko'p. Xo'p, dushanba kuni o'quvchilar o'g'il bolalar soni 27 ta o'quvchi kam kelmagan. Ya'ni 876 ta o'g'il boladan 27 tasi kelmagan. Qiz bolalar esa mana shu yigitlar soniga, kelmagan yigitlar soniga nisbatan 3 marta kam kelgan. Ya'ni mana shu o'quvchilar kelmadi. Dushanba kuni nechta o'quvchi kelgan degan savolga javob topishimiz kerak. Nashni boshladik. Birinchi bo'lib qiz bolalar, maktabdagi qiz bolalar sonini topishimiz kerak. Birinchi amalimiz, demak, yigitlar soniga 876 taga qo'shamiz 48 ni. Nega? Chunki qizlar soni 48 taga ko'p ekan. Xo'p, birliklar xonasiga birliklar xonasini qo'shib yozyapman. 6 ga 8 ni qo'shsak 14, 4 ni yozaman, biri dilda. 7 ga 4 ni qo'shsam 11, dildagi 1 bilan 12, ikkisini yozaman biri dilda. 8
Bu yerda yuzliklar xonasida hech qanday raqam yo'q. Demak, dildagi 1 ni qo'shaman, 9 bo'ladi. 924 ta. Bu nimani, kimlarning soni? Qizlarning soni. Qizlarning soni. Maktabdagi keling, umumiy o'quvchining sonini topib qo'yamiz. 876 ta bu yigitlar soni, qizlar soni esa 924 ta. 6 ga 4 ni qo'shsak 0. Xo'p, 10, 0 ni yozaman 1 dilda. 7 ga 2 ni qo'shsak 9, dildagi 1 bilan 10, 0 ni yozaman 1 dilda. 8 ga 9 ni qo'shsak 17, dildagi 1 bilan 18 ta. Umumiy o'quvchilar soni. Uchinchi ishimiz, bizda o'g'il bolalar 27 ta kam kelgan. Ya'ni 876 ta o'quvchidan, o'g'il bolalardan 27 ta kam kelgan. Xo'p, 6 dan 7 ni ayirib bo'lmaydi. 7 dan bir qarz oldim. 16 dan 7 ni ayirsak 9. Mana bu joyda 6 qoldi. 6 dan 2 ni ayirsak 4. Mana bu joyda 8 o'zi bor. 849 ta. Demak, o'g'il bolalar kelgan. Endi qiz bolalar mana shu 27 ga nisbatan 3 marta kam. 4-chi ishimiz 3 marta kam degani bo'lish amali. Agarda marta ko'p bo'lganda ko'paytirish amalini bajarardik. Bizda marta kam degani uchun bo'lish amalini bajaramiz. 27 ni 3 ga bo'lsak 9 ta. Demak, qizlar 9 ta kelmagan. Kelmagan deb yozib qo'ydim. Xo'p, 5-amalimiz, keling mana shu qizlarning sonini bilamiz. 924 ta edi umumiy qizlar soni. Undan 9 ni ayirib tashlashimiz kerak. 4 dan 9 ni ayirib bo'lmaydi. Bir qarz olamiz. 14 dan 9 ni ayirsak 5. Xo'p, mana bu joyda 1 qoldi. Mana bu 9 ni o'zini yozamiz. 915 ta qiz kelibdi dushanba kuni. Xo'p, endi 6-amalimiz dushanba kuni maktabga nechta o'quvchi kelgan deyapti. Demak, biz mana bu joyda dushanba kuni yigitlar sonidan 27 ni ayirib, mana bu 3-amalimizda 849 ta yigitlar kelganini bildik. Hamda dushanba kuni qizlar sonidan kelmagan 9 ta o'quvchini ayirib 915 ta qiz o'quvchilar kelganini angladik. Endi uni ikkalasini bir-biriga qo'shsak, maktabga nechta o'g'il qiz, ya'ni o'quvchi kelganini bilar ekanmiz. 9 ga 5 ni qo'shsak 14, 4 ni yozaman 1 dilda. 4 ga 1 ni qo'shsak 5, dildagi 1 bilan 6. Xo'p, 8 ga 9 ni qo'shsak 17, orqadan 3 ta raqam sanab nuqta qo'yaman. 1764 ta o'quvchi kelibdi. Endi qarang, bizda yana bir savol tug'ilishi mumkin. Umumiy bo'lib nechta kam o'quvchi kelgan? Ya'ni 1800 tadan umumiy o'quvchilar sonidan 1764 ni ayirib tashlasak, kelmagan o'quvchilar sonini topishimiz mumkin. Yokida mana 27 ta o'g'il bola kelmagan, hamda 9 ta qiz bola kelmagan. 27 ga 9 ni qo'shsak 36. Endi mana bu 1800 dan 1764 ni ayirsak ham 36 chiqish kerak. 0 dan 4 ni ayirib bo'lmaydi. Bir qarz olyapman. 10 dan 4 ni ayirsak 6. Xo'p, mana bu joyda 9 bor. 9 dan 6 ni ayirsak 3. Mana bu joyda 7 qoldi. 7 dan 7 ni ayirsak 0, 1 dan 1 ni ayirsak 0. Demak 36. 36 ga 36. To'g'ri ishlabmiz. Demak, 36 ta o'quvchi kelmagan dushanba kuni hamda 1764 ta o'quvchi kelgan ekan. Umumiy o'quvchilar soni 1800 ta ekan. Javob umumiy soni 1800 ta. Dushanba 1764 ta kelgan. Mana aziz o'quvchilarim, demak masalani to'g'ri ishlab oldik. Unga qo'shimcha o'zimiz savollar berib ham ishlab ko'rdik. Demak, doskamiz skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Instagram kanalimizga ham albatta a'zo bo'ling va siz bizni qaysi viloyatdan kuzatyapsiz? Shu haqida yozib ketishingizni xohlayman. Xayr, demak, keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.